Islom sivilizatsiyasi markazi kabi benazir loyihalar nafaqat milliy tariximizga yangi ma'no va ruh bag'ishlayapti, balki butun jahonga yangi O'zbekistonning ma'naviy qudrati va ilm ma'rifatga sadoqatini yorqin namoyon etyapti. Bu mahobatli majmua qarshisida turgan har bir yurtdoshimiz o'zining ulkan tarixning vorisi, shu bilan birga yangi davrning bunyodkori sifatida his etadi. Eng muhimi, bu kabi tarixiy ishlar xalqimizning islohotlariga, yangilanish jarayonlariga va eng avvalo uning yetakchisiga bo'lgan ishonchini yanada kuchaytiryapti. Ana shu ishonch va ruhiy ko'tarinkilik xalqimizni birlashtirib, yangi O'zbekistonni yangi marralar sari yetaklashi. Islom sivilizatsiya markazining 4-bo'limi hisoblanadi. Yangi O'zbekiston, yangi renessans poydevori bo'limi. 1400 kvadrat metrda joylashgan bo'lib, bu bo'lim oxirgi 9 yildagi hurmatli prezidentimizning islohotlarini shu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Nima uchun 8 ta yo'nalishga bo'ldik? Chunki yangi O'zbekiston ustuni bu 8 ta yo'nalishlardan biri. Birinchisi mana bu yerda siz katta sizni stella kutib oladi. Bu 8K dunyoda analogi juda kam bo'lgan ekranlardan biri. Bu yerda siz yangi O'zbekiston tongi kutib olasiz. Ya'ni 2016-yildan bugungi kungacha islohotlarning hammasini videorolikda sizga namoyish etamiz. Mana bu yon ekranlarimizda esa mana shu ekran to'liq sizni islohotlarimizni har bir soha bo'yicha ko'rsatadi. Ikkinchi davrimiz mana bu yerga siz mana qarang. Bu yoshlar ertaga har bir o'zi birlashadi. Bu maqsad birlik. Hamma kelib qo'lini birga ushlasa, bu yer o'rtada birlashib jamoa bo'lamiz. Bu yer bu ikkinchi davr hisoblanadi. Bu davlatchilik. Mana oddiy misol kelib, agar bu yerda yuradiganimiz 3 konstitutsiyamizda biz yozib qo'yganmiz. 3000 yillik tarixga egamiz. Bu qadimgi Avestiyadan tortib Qushon, Baxtira davlati, bu yerda Amir Temur, bu yerda Turon, bu yerda konstitutsiyamiz. Mana bu installyatsiyaga kelgan paytingizda bu bizning O'zbekiston bayrog'i paydo bo'ladi va bu yana aylanib oyna shakliga kelganda siz o'zingiz ko'rasiz. Yangi O'zbekistonning siyosatini, hurmatli prezidentimiz siyosiy falsafalari inson qadri har doim markazda bo'ladi. Ya'ni inson o'zini ko'rib, ya'ni inson qadrini mana shu yerda bir falsafasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu bo'limimiz tashqi siyosat bo'limi. Mana tashqi siyosatga kelganingizda siz mana o'rtada katta globus, bu bugun O'zbekistonning siyosati ochiqligi. To'g'rizda mana Markaziy Osiyodagi so'nggi Ozarbayjondagi uchrashuvlar. Bu yergacha mana Amerika Qo'shma Shtatlar tashriflar va bu yerda siz 9 yilda O'zbekistonda 13 ta rezolyutsiya qabul qilindi Birlashgan Millatlar Tashkilotida. Har birini keladi yoshlar, har biri haqida ma'lumot olish mumkin har xil tilda va bu ekranda katta tepada ekraningizda paydo bo'ladi. Ya'ni bu interaktiv stollar. Bu kelib o'tiradi. Bu yerda faqat siz tarixni emas, balki bugungi islohotlarni ko'ra oladigan joy va siz ishtirokchisiz bo'la olasiz bu yerda. Ko'rib, o'zingizga ma'lumotlarni olib ketib, bu faqat muzey emas, bu ilmiy dargoh va bugungi O'zbekistonning siyosati aks etayotgan bir joyga aylanyapti. Bu milliyligimiz, madaniyatimiz, hammasi hunarmandchiligimiz, turizm birlashgan joy. Siz bu yerda mana O'zbekistonda landshaftda kelgan xorijliklar hamma joyga bora olmaydi. Keyingi safar kelishni qiziqib ketishi mumkin. Xo'p, qayerga boring ekanman? Mana misol uchun Buxoro viloyatida yoki Surxondaryo ustiga bossangiz, sizni kelajagini Qashqadaryo qayerlarga borishingizni tavsiya qiladi bular sizga. Qo'y mana Hazrati Said Ahmad Bashir maqbarasi bor yoki oziq-ovqatda nimalar bor, tarixiy arxeologik yodgorliklari nima bor, teatr qanday bor va bu ekranda ko'rinib turadi hammasi. Bu gologramma. Mana bunaqasi analog yo'q. Bu O'zbekistonda bir yosh tug'ilib to umrining so'ngigacha bo'lgan davrni ko'rsatishga harakat qildik. Bu yerda ham milliylik, chunki yoshlarimiz ertaga mana urf-odatlar, qadriyatlarimizni unutmaslik kerak. Har bitta musiqa asbobini qanday ovoz chiqarishni, qanday chalinishni ko'rish mumkin. Qarang. Hozir doirani eshityapmiz. Nima uchun aynan bu instrumentlar hurmatli prezidentimiz har bir maktabda bugun aynan shu cholg'u asboblar yoshlarimizga o'rgatilyapti. Keling eksperiment qilib ko'ramiz. Mana siz kurashchi qilamiz. Kurashchi. Rasm yozibga qarab tursangiz, va sizni bu yerda yoshlarga shunday qiziq o'zini telefoniga tashlab olishi mumkin. Bizda endi ko'proq yoshlar futbolistlarni qo'ydik. O'tgan Abduqodir Husanovni, Shomurodovni, Abbosbek Fayzullayevni, bokschilardan Bahodir Jalolovni qo'ydik. Chunki yoshlarga qiziq va telefoniga tashlab olishi mumkin. Ko'zoynagingizga chiqib, chunki kurashchilar bilan ko'zoynakda mumkin emas. Bu yer iqtisodiyot bo'limi. Biz O'zbekistonda bugun iqtisodiyotimiz 135 milliardga yetdi bugungi kunda. Mana birgina misol, butun dunyo loyiha olayotgan yashil energetika. Mana kelib, mana siz bossangiz shamol elektrostansiyalar.
bugungi kunda mana ma'lumot so'raysiz, bosasiz mana ishga tushadi va real vaqt rejimida bugun qayerlarda bu ishlayapti, qancha tok ishlab chiqarayotganligini ham ko'rishingiz mumkin sayohat qilib. Yoki mana quyosh stansiyalari bo'yicha prezidentimizni butun dunyoga namuna qilib ko'rsatgan siyosatlari 330 kun bizda quyoshli ekan. Qarang, avtomatik ravishda. Bu yerda gidro bo'yicha mana muqobil energiya bu yerda mana ishga tushadi. Bu ham birinchidan biz yangi O'zbekistondagi islohotlarni ko'rsatamiz. Ikkinchidan yoshlarimizga ushlab ko'rib qiziqishi va eng muhimi shu binodan chiqqaningizdan keyin tashqariga chiqqaningizda shu yurtda yashayotganingizdan faxr tuyg'usi paydo bo'ladi. Islom sivilizatsiya markazi bu mega loyiha hisoblanadi. Bu dunyoda juda uzoq muddat oladi. Mana 8 yildan beri hurmatli prezident o'zlari bosh qurilishdan tortib ichidagi har bir detalga, chunki bu xalqimizga bunday katta mo'jiza mega loyihani sovg'a qilmoqchilar va xalqimizga har bir detalni hisobga oladi. Hozir ham bizga shunday topshiriq berdiki, ko'proq interaktiv bo'lsin dedilar. Ya'ni odamlar qiziqsin, ushlab ko'rsin va eng muhimi bu bo'limda Yangi O'zbekiston, yangi Renessans poydevori bo'limida har bir fuqaro o'zini shu yerda his qilsin, o'zini islohotlarini ko'z o'ngida ko'rayotganligini. Va yana bir muhim narsa yoshlar uchun qiziqarliroq bo'lish kerak kontent. Bugungi yoshlar ayniqsa faxrlanish kerak. Shu yangi O'zbekistonda yashayotganida ko'rsangiz eng zamonaviy texnologiyalar ishlatildi. Bugungi yoshlarni oddiy narsalar bilan hayron qoldira olmaysiz. Ayniqsa O'zbekiston yoshlari. Shuning uchun bu yerda ishlatilayotgan mana daraxt, boshqa texnologiyalar hali boshqa dunyoda, boshqa davlatlarda ishlatilmagan. Bu yerda 8K li eng oxirgi texnologiyalar ishlatilmoqda. 1 yil davomida 50 ga yaqin O'zbekistondagi ekspertlar kengashi tuzildi Islom sivilizatsiya markazi huzurida va birgalikda biz har bir bo'lim, har bir pog'ona ishladik. Va eng muhimi hurmatli prezidentimizni mana shu yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi qanday bo'lishi kerak 8 ta ustunini biz bu yerda aks ettirishga harakat qildik. Ya'ni bu bo'limning arxitektori, muallifi ham hurmatli prezidentimiz g'oyalarini biz bu yerda xalqqa qanday yetkazish ustida ekspertlar ishladi.